Assalomu alaykum. Bilganingizdek, Amazon kompaniyasi har bitta tovar va mahsulot narxi oldiga Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti hurmatli Donald Tramp tomonidan qo'yilgan tariflar narxlarni qanchalik oshirganligi haqidagi ma'lumotni joylashtirishi haqida e'lon qildi. Kuni kecha o'tgan Oqsaroyda press konferensiyada Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti administratsiyasi boshlig'i bu Amazonning e'loniga o'z fikrlarini bildirdilar va fikrlarida bu juda ham noto'g'ri politik bosim o'tkazish va Amazon kompaniyasiga qarshi chora-tadbirlar ko'rishligi haqida e'lon qilishdi. Bu ma'lumotlarni sizlarga yetkazishdan maqsad eskilarning gapi bor, sochini olib kelguncha boshini olib keladi. Juda ham katta bir ehtimol borki, что Amazon tashuvchi mashinalar qattiq tekshirishlar boshlanadi. O'shaning uchun maksimal darajada ehtiyot bo'lishga harakat qilinglar. Lookbookinglar, trakilarni o'zi, treylerlarni o'zi soz bo'lsin, ispravniy bo'lsin. Hammaga omad, yaxshi reytlar, yo'linglar bexatar bo'lsin. Sog' bo'linglar.